Assalomu alaykum muhtaram do'stlar. YouTube'dagi Sayroqi mo'jizalar, ya'ni Pevchi Чудеса kanalimizning hurmatli tomoshabinlari. Доброго здравия всем, уважаемые любители птиц, дорогие пользователи нашего YouTube kanala Pevchi Чудеса. Muhtaram do'stlar, ko'pchilik foydalanuvchilarimizni talablaridan kelib chiqqan holda biz reportajlarimizni nafaqat Toshkent shahridagi dunyoga mashhur qush bozoridan tayyorlashni niyat qildik, balki sizlarning takliflaringiz, istaklaringizni inobatga olgan holda Toshkent shahrida sayroqi qushlarni parvarish qiluvchi do'stlarimizni xonadonida ham mehmon bo'lishni dilimizga tuggan edik. Bugun mana shunday porloq, yorug' kun nasib etgan ekan. Qadrdon do'stimiz Toshkent shahrida bir qator sayroqi, ayniqsa hasharotxo'r qushlarni uy sharoitida juda chiroyli shaklda parvarish etib ularni sayroqqa chiqarayotgan Izzatulloh Nurnazarovni uylari desak noto'g'ri bo'lar, balki mehnat qiladigan nuqtalarda uchrashib turibmiz. Assalomu alaykum Izzatulloh. Siz bilan uchrashib turganimizdan xursandmiz. Дорогие друзья, по просьбам очень многих пользователей нашего канала мы сегодня решили пообщаться с нашими друзьями, коллегами, которые содержат в домашних условиях очень разных, особенно насекомоядных птиц. Я приехал прямо на рабочее место моему другу, его зовут Иzzatilla, вы его знаете по нашим роликам, мы на птичьем рынке часто с ним встречались. И вот в ее коллекции очень много насекомоядных птиц, конечно, обо всем мы подробно постараемся пообщаться. Izzatilla, sizni bilishimga qaraganda o'zi tog'li hudud farzandisiz. Siz tug'ilib o'sgan joyda, bu Nurota shahri. Navoiy viloyati Nurota shahrida, o'sha Nurota tog' yon bag'irlarida bu voyaga yetganmiz. Tabiatga mehr paydo bo'lishiga hissasini qo'shganmi? Qay darajada yoki keyinchalik birdan lovullab yondimi? Yo'q, bu azaldan tabiatga bo'lgan mehr bo'lgan. O'sha yoshlikdan qush boqqanmiz. U paytlar kakliklar boqilinardi, bedanalar boqilinardi, bulbul tovushlari eshitilardi. Endi u paytda ushlanilmagan, o'sha bo'lmaydi, bulbulli deyilgan. Shuning uchun asnovni ularning ohangini eshitib, tabiat bag'rida o'sha har bahor kelganda, har yakshanba kunlari o'sha tog' bag'irlarda qushlarning dovushini, sharsharalarning dovushini eshitishga обязательно chiqilardi. Demak, hozir uyg'ongan. Fikringizga qaraganda sizdagi qushlarga, tabiatga bo'lgan muhabbatni shakllantirgan ilk qush bu bulbul. Albatta. Yodingizda qolgan. Albatta. Hozir kolleksiyangizda ham menimcha Hofiz bulbuli bor, shunda yonimizdagi mana shu Hofiz bulbuli. To'rdan joy olgan. Endi qanday uddalisiz? Ishxonadasiz, shu qadar katta kolleksiya o'zingiz qaraysizmi yoki biror bir yordamchilarni jalb etganmisiz? Endi asnovnom o'zim qarayman bularga ko'proq. Mehr endi bir kunda yarim soat ertalab, yarim soat uyga qaytishdan oldin qushlarning ozuqasini berib, o'sha tayyorlangan, oldindan tayyorlab qo'yilgan kashasi-yu hasharotlarni unga solib turib, har kuni beramiz mehr. Farzandlaringiz nechta? Ikkita shirin qizlarim bor. Ikkita qizchaga tayyorlanmagan kashir, shu qizchalarga tayyorlangan menimcha. Albatta, qizlarim kasha yoshidan o'tishgan. Endi ozgina bu kolleksiya haqida tanishtirib o'tsangiz, hozir do'stlarimiz, endi bizning imkoniyatlarimiz cheklangan, albatta. Dunyoda hali insonga ato etilgan ko'zchali video kamera yaratilgani yo'q. Qisman hozir Izzatullohning kolleksiyalariga guvohmiz, lekin loyihamiz davomida birin-ketin har bir qushni tasvirga olishga harakat qilamiz. Ozgina gapirib bersangiz, shu ishxonangizda eng birinchi boqqan hasharotxo'r sayroq qushingiz qaysi edi? Eng birinchi boqqan bu ishxonada обязательно Hofiz bulbuli, Baribir o'sha bolalikdagi birinchi orzu qilib, uni bir yilcha o'rganib, o'shani YouTube'larga kirib, sizni video roliklaringizni ko'rib, o'sha Pevchi Чудеса kanali orqali tayyorlangan kashalarni, ularning uxotlari, o'sha linka periodi, tullash davomi hammasini o'rganib, 4 oy o'rganib, kitoblarni o'qib, maslahat so'rab, har qayoqdan yig'ganimdan keyin qafas tanlab, keyin qafasdan keyin borib Hofiz bulbulni olganman o'zimga birinchisini. Hozir shu turishimizda shu kichkinagina xona, bu xonani taxminan hajmi menimcha bir
5 ga 5 azatli 5 ga 4 taxminan 5 metrga 5 ga 4 da, to'g'ri. 5 ga 4 xona, balandligi endi o'sha 3 metrga yaqin, 2,5-3 metr. Shu xonachada men ko'rib turibman bir 15 ga yaqin qush bor, Ha, bor, даже undan ko'proq. Gapirib berasizmi, qaysi turdagi qushlar shu xonada bor? Bu yerda moyqutlar bor, slavkalar. Slavka deymiz, ha. Slavkalar, ya'ni qora bosh moyqut, черноголовая slavka. Yevropaning eng chiroyli sayroqlaridan biri. Ha, keyin sadovая slavka, bog' moyquti, ha. Ikki xil moyqutni sanadik. Qora bosh moyqut, bog' moyquti, boshqa moyqut yo'q-a mana? Moyqutlardan shu faqat ikkita. Qolgan qushlaringiz? Xo'p. Keyin bulbullar oilasiga mansub qushlar. Shaqshaqlar oilasiga kiradigan bulbullardan. Bulbullar. Ya'ni Chernogrudiy krasnosheyka solovey deb aytadi. Juda chiroyli qush. Вот. Tog'li hududlarning qushi. O'shandan hozir biz tasvirda ko'rib turganimiz shu Chernogrudiy krasnosheyka deydi. Sayroq jihatidan u haqiqiy bulbullardan ustun emas, lekin tashqi ko'rinishi, uni husni betakror. Mana e'tibor bersanglar bo'ladi. Qushchani o'sha ko'ksida, tomog'ining ostida qizil ranglari bor. Bu unga juda bir chiroyli bezak beradi. Nar qushlari shunday bir yaraqlagan ko'rinishga ega. Keyingi qushimiz Hofiz bulbuli. Hofiz bulbuli o'zimizda o'sha legendarniy bulbul. Buni sayrog'ini sayrog'i video tasmada. Hozir aynan shu biz tasvirda ko'rib turgan Hofiz bulbulini siz bir necha kun oldin yozganingizni tomosha qilamiz. Uni sayrog'idan ham bahramand bo'lishi mumkin. Birgalikda eshitamiz va tomosha qilamiz. Bulbul bu dunyoni istalgan nuqtasida bulbul.
Endi yana shu yerda boqayotganlarimdan lesnoy konyok. U o'rmon yilqichi. Shunaqa deydi. O'rmon yilqichisi. Qushdan bor. Keyin zaryanka, sahar qush. Zaryanka eng yoqimli qushlardan. Ko'zlari yirik. Hozir birgalikda uni ham tasvirini ko'ramiz. Darvoqe sizni eng yaxshi ko'rgan qushlaringizdan buni ham menimcha sayroqni yozgan bo'lsangiz kerak. Da, yozganmiz. Sayrab turgan paytida. Sayrab turgan, bor. Hozir muhtaram tomoshabinlarimiz bilan birgalikda Izzatillani zaryankalarini sayraganini ham tomosha qilamiz, ham jozibador ovozidan bahramand bo'lamiz. Alfred Brem buni qo'shig'ini qandillarni tovushi, ya'ni billur shakllarni bir-biriga urilishiga o'xshatgan juda ham chiroyli ovozi bor. Yana bir kolleksiyamizdan tashkil topgani bu krapivnik, bigiz tumshuq. Bu ham juda ham mayin ohangga ega, juda baland sayroqga ega qush. Sayragani juda ham yoqdi. Yaqindan boshlab o'zi sayrashni boshladi. Buni ham video tasmaga oldik. Izzatilla, bu eng murakkab qushlardan biri uy sharoitida bigiz tumshuq. Buni siz yumshoq ozuqaga o'rgata oldingizmi? Ha, где-то bir oy orasida o'rgandi yumshoq ozuqaga. Qurtlarni ham, hasharotni ham eng maydasini talab qilar ekan. Yirik hajmdagi kepak qurtlarni yemadi. Juda kichkina hajmdagi ularga chigirtka berdim. Juda kichkina hajmdagi o'sha kepak qurtini berdim. Keyinchalik o'sha yumshoq ozuqaga, uni ham yumshoq ozuqani ham mayda qirg'ichdan o'tkazilgan holda qilinganini iste'mol qilar ekan. Sabzini juda xush ko'rar ekan lekin. Ya'ni boshqa qushlarga tayyorlangan yumshoq ozuqadan tashqari, aynan bigiz tumshuq uchun alohida tayyorladingiz-a? Alohida, ha. O'sha ingrediyentlar boshida shunaqa alohida tayyorladim. Imminni qush o'rgangunicha. O'rgangandan keyin o'sha hamma qatori bir xil hajmdagi ozuqani iste'mol qilyapti. Hozir biz tasvirda ko'rib turganimiz dunyodagi eng mayda qushlardan biri hajm jihatidan va juda harakatchan bigiz tumshuq, rusiy zabonda krapivnik deb nomlanadi. Bu qushni uy sharoitida parvarishlash juda murakkab. Chunki modda almashinuvi qush organizmida benihoya tez, keyin tumshuqchasi kichik bo'lgani uchun juda mayda ozuqalarni qush organizmi talab etadi. Uy sharoitida juda murakkab, lekin sayrog'i juda tiniq, toza. Buni ham sayrog'ini yozgansiz-a? Da. Tiniq shaklda videoda hozir birgalikda shu tasmani ham tomosha qilamiz. Hozir Izzatillani xonadonlarida boqilayotgan bir necha oylik qush bu. Da. Bir 2-3 oylik qushchani bigiz tumshuqni sayragan jarayoni.
Endi chitaklar haqida gapirsam, chitaklardan sevimli bo'lgan Mallabo'yin chitagi. Разрешение синица. Tog' qushi, archazorlar. Tog' qushida juda ham ajoyib tovushlarga ega, xarakteri ham juda yoqimli. To'ppichasi ham bor boshida toji. Jahli chiqsa ko'tarib qo'yadi. Xursand bo'lsa ham ko'taradi. Hop. Qushning raspisaniyasida bir kunda yarim soat xonada aylanish ham bor. Ha, bu imtiyozlarga ega Imtiyozlarga ekanda bu ega. qush. Chiroyli ovozi uchun imtiyozlarga ega. Albatta. Keyin Buxoro chitagi. Большая синица, buxarskaya синица. Undan ham boqamiz. Yevropada katta chitak deb ataladi. Ikki ko'kragi sarg'imtir bo'ladi. Bizda esa o'sha O'rta Osiyo formasi deydi. Buxoro chitagi, u ham xuddi o'sha Yevropa chitagiga o'xshashib ketadi, faqat bizdagi Buxoro chitagini umumiy ranglarida sarig'i yo'q, kulrang, oq, qoramtir ranglardan iborat. Nar qushi tomog'i ostidan tushigacha, pastrog'igacha o'sha qora tasma o'tib ketadi. Modalarda shu bilinar, bilinmas o'tadi. Hozir siz tasvirda ko'rib turgan bu Buxoro chitagini nari. Keyin ola shaqshaqlar oilasiga mansub qushlarım ham bor. Bular qora shaqshaq, chormay droz, juda ham baland ovozli, уже bir hafta bo'larcha bo'lib qoldi, sayrashni boshladi bu ham. Keyin pevchi drozd, sayroqi shaqshaq, keyin olatosh shaqshaq. Ha, endi u mantikalarga kiradi, olatosh shaqshaq. Qora shaqshaq, sayroqi shaqshaq bu turduslarga kiradi. Menimcha qora shaqshaq turdus merulla edi. Sayroq shaqshaq turdus filamelismi, agar adashmasam. Tosh shaqshaqlar ham bo'ladi, ya'ni toshlarda yuradigan tog'li hududlarda ular mantikala deb nomlanadi. Hozir biz izzatillarni uyda ko'rayotganimiz mantikala saxatilis. Bu ola tosh shaqshaq adashmasam deb nomlanadi. Ola tosh shaqshaq. Sayrog'i o'ziga xos yoqimli hisoblanadi. Xushtasma ohanglardan iborat. Bu qushni uy sharoitida turlatish murakkabligi zatillar. Qush ko'pincha tabiiy rangini yo'qotadi. Lekin hozir sizdagi qush juda yaxshi turlab chiqqan. Bu gap nimada? Ozuqalaridami, yo'q qandaydir bir fokuslari bormi buni? Albatta hech qanaqa fokusi yo'q. Fokus qilmay qo'yganimizga ancha bo'lgan. O'zi ozuqaga talabchan ekan. Ozuqani qanchalik xilma-xil qilgani sari shuncha xilma-xillikda iste'mol qilib boraverar ekan. Ya'ni ozuqani ajratib, ozuqani qoldirish bo'lmas ekan bularda. O'sha hislati menga juda yoqdi. Shukurga o'xshaganda. Ipak qurtini g'umbagini ham, ipak qurtini ham, chigirtka kattasi ham, kichkinasini ham, xuddi shunday zafobus qurtini, kepay qurtlarini, hattoki chorni levinkani ham mahsulotini iste'mol qiladi. I plus malina yaxshi ko'rgan mevasi. Uni butunligicha yeydi. Butunligicha yeydi, o'zi maydalab, o'ziga anaqa qilib, ish qilib yeydi. 2021-yilni fevralida bu muloqotni amalga oshirmoqdamiz. Zatilida malina bor. Qushlar uchun atalgan. Menimcha o'sha bahorda bizda saqlab muzlatgichda bemalol saqlashimiz mumkin. Hurmatli do'stlar, bir necha oy davomida eng keragi yaxshi salqinlikda, yog' holatda saqlansa bo'ldi. Eng keragi. Ya'ni bir marotaba yog'dan olindimi, uni yana yog'latish keragi yo'q. Ya'ni bir marotaba yog'dan olingan ozuqa albatta o'sha kuniyoq qushga berib yuborilishi shart. Kerakli bo'lagini olamiz, yumshoq ozuqani qushlarimizga beramiz, qolgan qismi yana muzlatgichda o'sha yog'langan holda turadi. Shunda u o'zini foydali xususiyatlarini yo'qotmaydi. Albatta bu xuddi shunday. Yana qandaydir qushlaringiz ko'rindi tepada? Ha, yuqorida yana bor mayda jo'r. Mali javrniki, kichik to'rg'ay. Undan boqaman. Sayradimi? Yo'q, hali sayramadi. U endi skорее всего bahorlarga chiqib, xudo xolasa sayrab quvontiradi degan umiddamiz. Xo'p. Keyin savalarimiz, bo'zbosh savamiz bor. Bitta.
keyin ikkita konoplyanka, ripalov. Aha, zo'r qushlar. Undan boqamiz. Ripalov. Biza tasvirga tayyorlanayotganda konoplyankalar rosa sayrab turadi. Hozir negadir jim bo'lib qolishdi. Biri xonani bu ichida, biri ortimizdan joy olgan. Bularni qo'shig'i bo'yicha saralagansiz, a? Qo'shig'i bo'yicha saralangan, ajoyib ohanglarga ega kirab anaqa konoplyankalar. Konoplyankalar uy sharoitida donxo'r qushlar orasida boqiladigan eng sayrog'i zo'r qushlardan biri hisoblanadi. Chunki bu qushlarning sayrog'ida ham xushtaksimon ohanglar bor, ham boshqacha yo'nalishdagi ovozlar bor. Ya'ni qaysidir ohanglari hasharotxo'r qushlarning ovozini eslatadi. Shu bois konoplyankalarni juda ko'p didi nozik qush ishqibozlari sevib parvarishlashadi. Bo'zbosh sava dedik. Bo'zbosh savani bizda xalq tilida norcha deb atashadi ko'pincha, lekin adabiyotlarda biz uchratmaganmiz bu nomni. O'zi eng to'g'ri varianti bizdagi norcha bo'zbosh sava deb nomlanadi. Latincha nomi Carduelis caniceps adashmasam. Yevropa formasi, Yevropada uchraydigan qorabosh sava, bizda kokil deydi xalq tilida. U qorabosh sava Carduelis deb nomlanadi. Ya'ni ko'rinish jihatidan bu ikkita qush farqlanadi, sayrog'i ikkalasini ham o'ziga xos. Yana qanday qushlarimiz bor? Yana xuddi shunday bir para mozaika, kanariyka boqamiz. Kanariyka ular ham parovkaga tayyorlanyapti. Bahor oldi ko'payish mavsumiga. Yana bitta kanariykamiz уже tuxum qo'yib inida o'tiribdi. U ham xudo xolasa bir 10 kunlarda ochib chiqish kerak. U ham kanariyka qo'shilgan. Ha, kanariyka qo'shilgan. Endi niyatimiz bitta shu bo'zbosh savani kanariykaga qo'shib qo'ydik. Bahorda xudo xolasa уже para tushib niyatimiz bor bir duragaylarni olish, gibridlarni. Lekin modasi iniga kirib chiqyapti. Kirib chiqishni boshlagan. Moda уже tayyor, lekin narda qo'shilishga moyillik hozircha deb o'ylayman, yovvoyi qush bo'lgani uchun bahorda uyg'onadi menimcha. O'shani kutib turibmiz. Mayli, endi Goethe misrasi bor, umid bilan suqilgan tayoq bir kun berar meva-yu yaproq. Biz ham umid qilamiz. Endi asosiy kolleksiyangiz hasharotxo'r qushlar. Uyda ham bor-a qushlar? Uyda ham bor. Uyda aslannoy kanariykalar boqaman. Kamiga uyda hali kanariykalar bor. Bu asosiy kolleksiya ishxonada, chunki kuningizni asosiy qismi ishxonada o'tadi. Shundoq. Bu juda yaxshi. Mana hasharotxo'r qushlar, asosan bu hasharotxo'r qushlarni albatta tomosha qilish, sayrog'ini eshitish bu zo'r, lekin o'ziga xos murakkabliklari bor. Ularni ozuqalarini tayyorlash, jonli ozuqalarni vaqtida berish, darvoqe jonli ozuqalardan kepak qurti berasiz-a? Kepak qurti, keyin bananoviy chigirtka, keyin qora chigirtka, o'shani sayrog'i chigirtka. Xo'p, keyin ipak qurtini g'umbagini muzlatilgan holatda olib qo'yganmiz, uni ham beramiz. Keyin zafovuz qurti и черная львинка. O'sha massada aralashgan holatda kashasiga qora askar deb nomlanadi o'zbek tilida. Qora askar plus kasha и yagidalar, ya'ni o'sha o'rmon mevalari bilan aralashtirilgan holatda. Qaysi mevalar? Buzina beramiz. Qora marjon. Keyin klyukva, keyin черная смородина, keyin malina. Shu yagidalardan mana shularni iste'mol qilishga ozuqa sifatida beraman. Kashasiga ketadigan mevalar bu tut qoqisi, o'zingiz aytib o'tgandek foydali jihatlari juda ko'p. Bu haqiqatan qushni tullayotgan paytida bilinarli darajada albatta o'zini anaqasini ko'rsatar ekan. Keyin mevalardan foydalanamiz qolgani. O'sha olma, nok, sabzi, limon sedrasi. Sedrani ham yaxshi yerda. Limon sedrada vitamin C sifatida iste'mol qilish. Limon po'stlog'i, hurmatli do'stlar. Ya'ni qushlarning yumshoq ozuqasiga zatilla limon po'stlog'ini ham beradilar. Buni quritib berasizmi yoki shu? Yo'q, o'sha imенно terisini ajratib olib, o'sha kashaga mayda kubik to'g'rab turib aralashtirib yuboramiz. Ya'ni u nam shaklida qo'shib yuboriladi. Ha. Shuni xuddi olma yeganda yeydi. Ha. Sedra misol uchun sitruslarning boshqasida ham bor. Mandarin, apelsin, ularni ham berib ko'rganmisiz? Apelsinni berib ko'rdim, hech qaysi biri yemadi.
mandarinni lekin yeyishdi. O'sha Apelsinni ichini bering deyishgan. Именно mayda mandarinchiklarni Siz ichini yonida yegansiz-da qushlarni. O'shancha ular ko'rgan buni. Ichini bering bizga için. Menimcha o'ratib po'stlog'i achchiq bo'lsa kerak o'sha uchun. Yeb Ta'miga ko'rmadingizmi? ma'qul ko'rmagan yo'q. Mandarinni ham yemadi. Yo mandarinni sedrasini po'stlog'ini yedi. Qiziqarli Faqat holat. apelsinnikini yemadi. Hurmatli do'stlar, 3 ta sitrus, apelsin, mandarin, limon. Shundan limonni sevib yeyishdi, po'stlog'ini, keyin mandarinni po'stlog'i yeydi, apelsin lekin minus qilindi negadir. Birorta qush yemadi. Hech qaysi biri iste'mol qilmadi. Hatto qora shaqshaq ham yemadi. Demak, o'sha o'ziga kerakli ozuqani olgan. Da. Xo'p, o'sha yana kashaga sabzi qo'shaman. Tuxum qo'shiladi. Keyin rayhon qoqi, Quritilgan rayhon. quritilgan yalpiz, keyin quritilgan kiyik o'ti, chaburet undan qo'shamiz. Lekin ko'proq qo'shilsa juda achchiq bo'lib ketadi. Ozgina qo'shiladi. Xushbo'ylik. Krapiva, Qichitqon. undan qo'shaman. O'sha quritilgan holatda maydalab turib kashasiga qo'shib yoramiz. Shu основной kashani tarkibi ham shundan iborat. Mol yuragi обязательно solinadi. Mol yuragi endi belkoviy часть hisoblanadi. Shuning uchun mol yuragini ham har safar kashasiga qo'shib beramiz. Bu hozir sayrayotgan menimcha Bu kanareykami yoki malla bo'yinmi? malla bo'yini. Boshqacha bir nostandart ovozi sizda ijro etyapti. Ham past и boshqacha tovushlar. Boshqacha juda ovozi. Mana. Hozir biza pardachasi bor, uni bizani uncha ko'rmayapti. To'pchasini ko'tarib juda zavqli jarayon. Bu tovushni bizga ustozimiz Zoldir deb o'rgatgan. Zoldir ovozi, shu zo'l. O'shanga yaqin ohang, Shu tomoqdan aylantiradi. Juda shu malla bo'yin chittegini qo'shig'i boshqa chitteglarning qo'shig'idan yo'nalish bo'yicha farqlanadi. Ya'ni boshqa chitteglar, deylik, o'sha kichkina chittek, Moskovka yoki katta chittek yoki Buxoro chittek bu qo'shiqlarni bu qushlarning qo'shig'i bir-biriga yaqin ohangga ega, ya'ni davomli uzun sayraydi. Lekin So'zingizga qo'shyapman. malla bo'yinni qo'shig'iga e'tibor bering. Qisqa. Juda chiroyli. Shundoqqina tepamizda 1 metr narida. Eng chiroyli sayraydigan chitteklardan biri bu malla bo'yin chittek O'rta Osiyo yuqori tog' tizmalaridagi archazorlarda yashaydi, o'sha yerda ko'payadi. Juda yaxshi, chiroyli qushlardan bittasi. Hamma kolleksiya bilan tanishdik zaten. Albatta, hammasi bilan tanishdik. Sizga men muvaffaqiyat tilayman. Umidvorman bu uchrashuvimiz ko'p sonli tomoshabinlarimiz Pevchiy Chudisa kanalini foydalanuvchilari uchun ham qiziqarli, ham foydali bo'ldi. Men sizni ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Vaqt ajratdingiz, kolleksiya bilan tanishtirdingiz, qushlarni sayratib berdingiz. Bu uchun ko'p sonli foydalanuvchilarimiz nomidan sizga astoydil minnatdorchilik bildiraman. Zatilla ishlaringizga rivoj, muvaffaqiyat tilayman. Я благодарю всех наших зрителей за просмотр данного ролика. Надеюсь, этот ролик был и приятен, и полезен для вас. Я еще раз искренне благодарю моего друга, коллегу Затilla. Желаю ему всего наилучшего, успехов в работе и, конечно, семейного счастья. Мы надеемся в скором будущем еще раз встретимся и будем готовить новые репортажи. Обязательно. Но все-таки сложно прощаться, так как птица только-только начинает петь. Это рыжешейная синица. Обитатель Средней Азии, высокогорная птица. Ну, сложно точку поставить просто, да, когда вот речь идет о чем-то естественном и интересном, очень сложно завершить такие репортажи. Это распевается. Да еще небольшой клетки, маленький такой. Klass. Juda qiyin reportajimizni yakunlash, lekin erta indinga ham qo'shiqlar qolsin, bir kun yashamaydi dunyoda odam. Hammaga tomosha qilganlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Yana shu sahifamiz orqali uchrashguncha omon bo'ling azizlar.